Qancha kelsa 15 biya, oqnozi 18 rupiya, tarvuz 10 rupiya, gurgay 15 biya. Maşallah. Bir rozda qancha? Raqam narxga, narx ko'taraman, tushirsa chirkaman beraman. Bir rozda qancha ser sotasiz? Bir rozda 150 ser, 200 ser Kobul ayraton kelsa 200 ser. Qo'ydan tashqari nera ketadi qoldi? Qo'ydan tashqari Kobul ketadi, ayraton ketadi, Mazor Sharif ketadi. Maymana ketadi. Qo'ydan qo'y o'z mardimi yetib beradi? O'z mardini olib ketadi. Yevaradi o'shadan. Kelpurishga yevaradi, hozirlar Kobulga. Qancha vaqt bo'ldi bishani qavlanib? Qavullanib bishani yaxshi bishani 25 kun 20 ro'z bo'ldi. Yaxshi miqdori o'ltirib bishani. Yana qancha vaqt topiladi shu qavlanib qo'ydan? Qavullar shundan so'ng 1,5 oy, 1 oy man tilimdan 2 million beraman topiladi. Polizda bular. Poliz bilan. An qo'yda doimo. Ola bir 20 yillikda bu plastik bor. Bu ham shu bilan shunday bilan mana shurada bilan ko'rkilan to'g'ri bishani yo'q. 15 kundan so'ng u bishadi. Shu 15 kunda buni idomasi avval qonun xalos bo'ldi. Bu avval qonun bilan. An qo'yda dayman bormi? An qo'yda dayman yo'q. Qancha yildan beri dayman bo'lmaydi? An qo'yda dayman taqriban 10 yildan beri dayman bo'lmaydi. 10 yildan beri. 10 yildan beri taqriban dayman yo'q. Suv yo'qdi. Biltir dayman bo'ldi qildilar, dayman yo'lash ko'kardi, quruq qoldi. Bu daryon suvi bo'lganmi, quduq suvi? Bu quduq suvi bo'lgan. 5 ta ko'ba bor. Qancha raqam qavun bor? Qavun 3 raqam qavun bor. An qo'yda. An qo'yda 3 raqam qavun. Mashhur qavunlar. Mashhur qavun 3 raqam. Chistira, oqnozi, gurga, shirin. Yaxshi. Tarvuz qancha raqam tarvuz bor? Tarvuz 2 raqam tarvuz, shunga munosib tarvuz shu super tarvuz shu. Boshqasi bor tarvuz, mayda tarvuz bo'lar, changan dara tegmaydi. Tarvuz ketmaydi ish joyi. Tarvuz ham qo'yin tarvuz o'zida bo'ladi. Sam qo'yini qavuni, gurgaya, oqnozi, chitirsi ketadi. Qancha raqam gurgay bor qo'yda? Ham qo'yda gurgay 4 raqam gurgay bor. Ala gurgay bor, bo'rikalla bor. Mana bu yon gurgaydan bor. 4 raqam gurgay bor. An qo'yini qavuni bilan boshqa viloyatlarning qavuni nima tafovut? An qo'yini qavuni boshqa ko'p, an qo'yini ko'p yaxshi shirin deydi qavuni. Boshqa viloyatdan ham qo'yini qavuni shirin. Qadimdan ham shunday shirinmi? Qadimdan ham shirin, bir raqam achchay qavuni bu ular bo'lmaydi. Bu qavun bo'lmaysa, mana shu dayma bo'lsa bo'laydi. Tutman qavun deydi. Achchani tuxumi achcha bo'lmaydi. Bu polizda bo'lmaydi. Polizda bo'lmaydi. Natija bermadi polizda. Tashakkur, salomat bo'ling. Sog' bo'ling, salom ayting. Do'stlar mana shu yerdan keladi, doktor Zarifning davoxonasining. Otingiz nima sizni? Otim Asadulla mana. Asadulla aka, tashakkur. Do'stlar, agar shirin qavundan qo'ydan olaman desanglar, mana Asadulla akaga yana murojaat etinglar. Mavqeati Sharanxo'y, Bandara, Oqina. Bu mantiqani, bu rastanoti nima shu mantiqasi? Mana shu doktor Zarif, sobiq doktor Zarif, temirchi bozorning oxiri. Bandar Qoncharbog'. Ana do'stlar, men maqtov aytmayman. Bularning qavunlarini yeyib ko'rdim, olib ketib ko'rdim. Men qo'ydan har yerdan qavun oldim. Bularning qavunini mazasini topmayman. Topmadim men voqean. Men bularni maqtov aytmayman. Tanimay aytaman. Mana shu hozir kelib so'radim, mana ma'lumotlarni o'zlaringiz eshitdinglar. Ko'p xush bo'ldim. Xushligimdan kelib sizlarni ham sharik etdim. Mana adresi ham Temirchi bozorining oxiri. Antiqo'y masjid tarafdan kelsanglar, Distrosda. Sobiq doktor Zarif. Sobiq doktor Zarifni Qaptolida mana Eson Darmaltun bormi? Fikrimcha shu yerda. Bir klinik ham bu. Mana do'stlar, adresini agar shirin qavun yomon desanglar, Antiqo'yda topmay yurganmisilar, topsanglar mushkil yo'q. Har yerdan olsanglar. Mana men Antiqo'yda shirin qavunni sizlarga ma'rif etdim. Mana yaxshi oqnozi, tarvuzi bor, gurgayi bor. Yaxshi. Mana bu qavun oti nima? Bu chitiri bu. Chitiri qavuni. Mana bu yerda ham bor. Shurut qancha ser sotdingiz, buni ham aytib qo'ying. 150 ser qavun sotdim men. Mashallah. Hayraton Mazor Kobul. G'aribchilik yaxshi bilan? Ko'p g'aribchilik yaxshi. Shukr, men roziman. Yaxshi, tashakkur. Ko'p yaxshi. Mana do'stlar. Sog' salomat bo'linglar.